Assalomu alaykum. Bugun 7-may 2026 kunda turibmiz. Ushbu loyiha Xalq banki tomonidan Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Orda MFSga 53-25 sonli kontur amalda oshirilgan. Bu yerga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydonning hajmi 11,8 gektar. Uzunligi 590 metr, bo'yi 200 metr. Bu yerdagi ekin zamonaviy uslub bilan parvarishlanmoqda. Sarimsoq piyoz ekilgan ekin yetarli daromadli tabiiy va mineral o'g'itlar bilan parvarishlanib oziqlantirilmoqda. Ushbu loyiha 48 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,24 gektar yer maydoni to'g'ri kelyapti. Loyiha amalda samarali amalga oshirilib, shu kungacha lider tadbirkori Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligi biriktirilgan. Loyiha amalga oshirish uchun yetarli bilimlari va ko'maklariga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 118 tonna hosil olishga rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ib terilgandan so'ng, Xudo xolasa mana 25-maydan boshlab sarimsoq piyoz yig'ishtirilish boshlanadi. Navbatdagi ekinda ham yuqori daromad ekin ekilish ko'zda tutilmoqda. Har bir konturda gektarda yetarli mablag'lariga ega bo'lishlikka ko'zda tutilyapti.